Assalomu alaykum, xayrli tong, aziz qizlarjonlar. Bugun shuncha kuttirganimga yarasha sizlarga bir syurpriz tayyorladim. Qizlarjonlar aytganchalik, birinchi e'lonimni eshitib olishinglarni juda xohladim. Ertadan boshlab bizni ovqatlanish ratsionlarimiz o'zgaradi va shu bilan birgalikda jismoniy tarbiya hayotimizga kirib keladi, ya'ni sport. Eng yengil uslubi bu tez yurish bo'lishi mumkin va tez yurish siz kamiga 10 000 qadam yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugundan nastroyni boshlang. Bahonalar, qilolmayapman degan narsalarni hech birini eshitishni istamayman. Demak, bizni hayotimiz tezlashmas ekan, ongimizdagi programmalarni chiqib ketishi ham tezlashmasdan o'tiraveradi. Siz o'tiribsiz-da chunki. Конечно, u ham o'tiradi, mazza qilib. Buni o'zimdan qiyos qilib aytyapman, chunki oxirgi paytda, oxirgi 2 oyda men почти yurishga chiqmadim. Почти deganimda kam chiqdim degani. Shu uchun ham o'zim sezdim, kecha transformatsiya holatimda angladimki, demak, men transformatsiyani aktiv holatda o'tkazmadim. Xullas, sizga allaqachon berilingan vazifalarni qilib bo'ldingiz degan umiddaman. Ya'ni kokteyllaringizni ichib bo'ldingiz, kun mobaynida qilishingiz kerak bo'lgan vazifalaringizni qildingiz. Va albatta muz terapiyasini ham qilib bo'ldingiz, ulgurdingiz degan umiddaman. Ya'ni romashka va choy, ko'k choyli. Sutlini esa biz kechqurun qilishga odatlandik. Allaqachon sezgan bo'lsangiz kerak, sizda birinchi muzdan foydalanganingizda yo'q, tanangizda o'zgarish his qildingiz. Agar tanangizga ahamiyatli bo'lib yurgan bo'lsangiz. Chunki men birinchi marta qilganimda men shok bo'lganman. Rostakassim hayratda qolganman. Bu mo'jizakor retsept menga nima uchun ertaroq kelmaganiga, men nima uchun ertaroq bilmaganimga hayratlanganman. Haqiqatdan ham yuzingizdagi o'sha tirishlardan ozod qilish uchun eng oson va yengil uslubi. Agar albatta siz botoksni to'g'ri deb bilmasangiz. Botoks to'g'ri bitta ukol bilan hal qilishingiz mumkin. Ozgina joningiz og'riydi, hech qisi yo'q. Lekin botoks qilingan joydagi nerv tomirlardan xalos bo'lasiz, ya'ni xayrlashsangiz bo'ladi. Chunki botoks qilingan, gel qo'yilgan joylarda nerv tomirlarni uzilishi, shikastlanishi haqida tibbiyot xodimlarimiz juda ham ko'p ogohlantirishgan. Bu haqda kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol YouTube kanaliga kirib, o'zingiz uchun ma'lumotlar qidirishingiz mumkin. Demak, bugungi retseptim sizlarga juda oddiy va uyda topilsa bo'ladigan narsalardan foydalanishga harakat qildim va arzon narsalardan foydalanishga intildim. Qizlarjonlar, rostdan ham bularni hammasini foydalanib ko'rganman va tanamda his qilganim uchun har birini sizlar bilan bo'lishaman. Demak, yuzimiz uchun. Birinchi navbatda quruq yuzlar uchun gapiraman, keyin yog'li yuzlar uchun ma'lumot berib ketaman. Xo'p, yog'li yuzlar uchun magniy sulfat parashokimiz bor-ku, magneziyam deb ataladi. 3-nomi esa angliyskiy sol, ya'ni ingliz tuzi. Mana shu magneziydan 1 choy qoshiqda solasiz, keyin kosmeticheskiy maslo solasiz, ya'ni bu men shaxsan o'zimdan aytadigan bo'lsam, men mindal bilan olivkovoy masloni aralashtirib 1 choy qoshiq hosil bo'lgandan keyin qo'shib yuboraman va 1 choy qoshiqda o'zingiz istagan hozir foydalanayotgan yumshatuvchi kremlaringizdan foydalanasiz. Bu uchalasini aralashtirgan holatda siz o'zingizga maska tayyorlaysiz. Endi yog'li yuzlar uchunchi. Yog'li yuzlar uchun magniy sulfat 1 choy qoshiq o'sha va kremni o'zi 1 choy qoshiqda. Yog' qo'shilmaydi, ya'ni moy qo'shilmaydi, maslo qo'shilmaydi. Sababi yog'li yuzlar и так yog'li bo'ladi. Mana shu retseptdan foydalangan holatda yaxshilab aralashtirib, yuzingizni tozalab, молочкоingiz bo'lsa молочкоingizda, bo'lmasa yuz tozalaydiganingiz o'zingiz, har biringiz o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz yuzingizni tozalash uchun nimalar bor. Va yuzingizni tozalab bo'lganingizdan keyin siz tozalangan yuzga bu maskani surasiz va 15 daqiqa yuzingizda turadi bu maska, tegmaysiz. 15 daqiqadan keyin siz o'sha nima desam ekan, krugovoy anaqa mashq qilib, ya'ni dumaloq
aylana shaklida yuzingizni massaj qilishni boshlaysiz. Eng ko'p dahaningiz va burningiz ustini ko'proq massaj qilishga harakat qiling va bu harakatlaringiz qo'pol chiqishi kerak emas. Chunki magniy sulfat tuz-ku, qattiq. Yuzingizni qizartirib qo'yish kerak emas. Asta-sekin, yumshoqlik bilan, yengillik bilan mashq qilishni boshlaysiz. 15 minut yuzingizda turgandan keyingina mashq qilasiz va 10 daqiqa massaj qilganingizdan keyin yuzingizni tozalab yuvarsangiz bo'ladi issiq suvda. Endi yana bir retsept bu tananglar uchun. Rostdan qizlar foydalanib ko'ringlar. Men kofelik holatida foydalanganman. Rostakasi maza qilasiz. Kofe, ya'ni tuyulgan, maydalangan kofe, xohlasangiz kattasidan ham foydalansangiz bo'ladi. Kimlargadir yoqimli bo'lsa, 1 choy qoshiqda kofe, 1 choy qoshiqda magniy sulfat va ozgina o'sha moddaligiga qaraysizlar, juda ham suyuq va qo'yiq bo'lib ketishi kerak emas. Kasha hosil bo'ladigan darajadagi kefir qo'shasizlar-da, uchalasini aralashtirgan holda butun tanangizga surtib chiqasiz. Qizlar eng zo'r narsasi buni. Mana bo'ladi, ayrim qizlarda juda qo'pol bo'lsa ham, juda xunuk eshitilsa ham, mana shu gapni aytmasam bo'lmaydi. Ayrim qizlarga ahamiyat beraman-da, qo'ltig'ini tagida yoki bo'lmasa o'sha chig'anog'ida yoki har xil jinsiy a'zoyimiz ham bo'lishi mumkin, qorayib qoladi. Sabab nimaga? Sonlarimizda bo'lishi mumkin. Chunki tana, teri bir-biriga tegib qizarishlar hosil bo'ladi. Keyinchalik u achishish boshlaydi. Keyin yana qurigandan keyin qorayish holatidagi o'sha o'rganish terida hosil bo'ladi. Mana shuni oqibatida teri qorayib qoladi. Chig'anog'imiz chunki eng ko'p botadigan joyi, masalan, bundoq botiradigan joyimiz, unga suyanamiz, boshqa qilamiz. Tizzamiz ham kakras yoki to'pig'imizni oldidagi anaqa dumaloq suyagimiz, uzr zaryadkam tashlayaptim. Yoki to'pig'imizni oldidagi suyakchamiz xuddi shunaqa qorayadigan joylarni ham juda ham yaxshi oqartirib beradi. Sababi anaqa magniy oqartiruvchi, tozalovchi, u yerdagi infeksiyalarni oluvchi hisoblangan va kefir oqartiruvchi hisobi bo'lgani uchun mana shunaqa yaxshi effekt beradi. Va kefirdan foydalanmasanglar, kimlardadir bo'lishi mumkin, anaqa kefirga allergiyasi bo'lishi mumkin. Bemalol smetanadan foydalansanglar bo'ladi, yumshoqroq. Smetanadan ham foydalana olmasanglar, slivkadan foydalaninglar, quyuq slivkadan. Bundan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat sut bo'lishi kerak emas yoki qatuvni домашний qatuv bo'lishi kerak emas, chunki ozgina allergetik holati bor uni, hammani yuziga yoqurmaydi. Mana shu 3 ta mahsulotdan foydalansanglar bo'ladi, ya'ni kefir, smetana va slivkadan. Endi lablarimizda dag'allik paydo bo'ladi. Ayniqsa ro'za tutayotgan insonlarda qurish holatlari yoki sovuqdan, umuman olganda labimizda nilovka holatli bo'ladi, dag'allik hosil bo'ladi. Mana shu paytda siz kichkina bir bo'lak asal va magniydan foydalangan holatda aralashma hosil qilasiz va uni hali labga surishdan oldin siz 15-20 daqiqa metiluracil bizda kremi bor, allaqachon mazi demoqchiman. Mazi bor, chunki sizlarni hammanglarga o'rgatganman metiluracildan qanaqa foydalanish haqida. Metiluracil bilasizlar, juda ham yuzga yaxshi foyda bergan va nima desam ekan, ham tiniqlashtirgan, ham yoshartirgan, ham tortib bergan. Xullas kalom, buni mo'jizasini o'zinglar mendan yaxshi bilasizlar, ishlatib ko'rgansizlar. Metiluracildan ozgina bo'lak olasizlar va labinglarni 15 daqiqa labinglarga surib tiymaysizlar, qo'yib qo'yasizlar va 15-20 daqiqadan keyin ozgina labinglarni massaj qilib, ozgina nima deydi, yeb olgandan keyin dedim, yedirilib olgandan keyin deydimi, nima deydi? Shunaqa bo'lgandan keyin magniy va magniy sulfat va myoddan, ya'ni asaldan foydalanilgan, tayyorlangan mahsulotni labinglarga asta-sekinlik bilan massaj yordamida surishni boshlaysiz. 5 daqiqa massaj qilganinglardan keyin labinglarni bemalol yuvib tashlasanglar bo'ladi va undan keyin labinglarga bir dona anaqa ayvidni tabletkasi bor. Ya'ni o'sha
yog' bor, Ayvit deb aptekalardan so'rasanglar bo'ladi. E vitamini hammasi aralashgan bo'ladi. Unda A vitamini. Ayvitni bitta ampul kapsulasini olasizlar-da, ichidagi moyini chiqarib tashlab, labinglarga surib olasizlar. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Uni artishinglar, ketkazishinglar shart emas. U kechasi bilan ham labinglarda qolsa, labinglarni ertalab judayam yumshoq, gladkiy qilib qo'yadi-da. Endi sochimiz uchun retsept. Sochimiz uchun magniy sulfat nimalarga, blondinkalar uchun sochimizga magniy sulfat va kraxmaldan foydalansak bo'ladi. Kraxmal, magniy sulfat va ozgina shampuninglardan aralashtirgan holatda sochingizni yuvishdan oldin ozgina namlab olib, unda massaj qilasiz. Tek ildizini. Kraxmal sochni tegini yumshatib, ya'ni boshingizni tanasini yumshatib berish bilan birgalikda angliskiy so'l uni tagidagi o'sha po'rilar yig'ilib qolgan bo'ladi. Nafas oldirmayotgan bo'ladi sochga. Soch shu uchun o'smayotgan, shu uchun soch to'kilayotgan, shu uchun jonsizlanayotgan bo'ladi. Mana shu ildizni tozalash uchun sizga yaxshi yordam beradi. Soch temniylar, to'q rangli sochdan iborat bo'lgan qizlarimizga kakao, magniy sulfat va albatta shampunni uchalasini birgalikda teng miqdorda aralashtirgan holatda massa hosil qilasizlar-da, uni massaj qilib, 20 minutcha sochinglarni massaj qilish orqali tagidagi po'ralarni ochasizlar. Ya'ni bu bilan sochinglarda rostakasi mustahkamlik birinchi o'rinda paydo bo'ladi. Sababi tegi уже nafas olyapti, bo'g'ilib qolgan joydan sizlar chiqarib yubordinglar. Qanaqadir musorlarni yoki o'sha pext bo'lishdan asraydi, sochni hadeb tellaverishidan, tez kir bo'lishidan, tez yog'lanishidan asraydi bu maska va shu bilan birgalikda sochinglarni mustahkam bo'lishiga, tez o'sishiga yordam beradi. Yana bir ajoyib mo'jizasi magniy sulfatni biza faqat bilardik ikkita xususiyatini, ya'ni ichish kerak va ukol olish kerakligini ampulasi orqali. Yo'q. Magniy sulfat shunaqa narsaki, mana tomir tortishib qoladi, oyoqni tomiri, oyoq mazul bo'lishni boshlaydi, oyoqda har xil griboklar paydo bo'ladi. Umuman olganda oyoqdagi infeksiyalarni tozalash uchun ikkita parashok magniyni bir tog'ora suvga yoki bo'lmasa o'sha vannaga, men ko'pincha qizlarga vannada suv to'ldirganinglarda foydalaninglar, butun tananglar tozalanadi deb aytardim. Boshida boshlayotganimizda ularga hozir ham menimcha odat bo'lib qolgan bu holat. Butun tanasini infeksiyadan xalos qilish uchun, balki umuman foydalanmas, bilmayman. Xullas, oyog'inglarga vanna qilishdan oldin ozgina ikkita dona, to есть o'sha 25 grammlik magniyni ikkita pachkasini ochasizda, solib, issiq suv quyib ustidan ozgina suv oyog'ingizni soladigan darajaga kelgandan keyin siz oyog'ingizni vanna qilar ekansiz, tomir tortishishlari, oyoq og'riqlari, oyoqdagi bo'g'im og'riqlari, yana nima? Mazollar, oyoqdagi har xil griboklar, oyoqni hid kelishi va hokazo har qanaqa infeksiya va og'riqlardan xalos qiluvchi Allohning bir mo'jizasi bo'lgan mana shu ingliz tuzini sizlarga mo'jizalarini bo'lishdim. Foydalanib ko'ringlar. Men hayotimda ko'p foydalandim. Odamlarning oyog'i og'riganda foydalandim, vanna orqali. O'g'lim shamollaganda foydalandim. O'g'lim kimnidir krossovkasini kiyib kelib oyog'i sasiganda foydalandim va hokazo holatlarda men magniydan juda ko'p foyda ko'rdim va sizlarga ham xayrli, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu sizlar uchun eksklyuziv sovg'a edi. Bu aslida yo'q edi, ya'ni anaqada planda va o'ylaymanki xayrli, manfaatli holatda foydalanasizlar. Bugun yakshanba, sevgiga boy kun. Oila davrasida mazza qilib sevgini, har onini his qilib yashang. Baxtli qachon bo'lamiz deb kutishdan ko'ra, siz hozir mana shu yerni o'zida baxtli ekaningizni his qilganingizdagina siz baxtlisiz. O'tib ketgandan keyin o'sha paytlar baxtli ekanmiz, voy qachon baxt kelar ekan deb umringizni isrof qilmang. Balki hozir va shu yerda yashashni o'rganing. Aslida hozir baxtlisiz. Nafas olasizmi? Alloh deya olasizmi? Farzandlaringiz yoningizdami? Bag'ringizga bosa olasizmi? Nimalarni ko'ryapsiz? Bularning hammasi sizga baxtni eslatadi.
Allohga omonatsiz. Bugungi kuningiz sevgiga boy, sevgili garmoniyada o'tsin.